Amerikada yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod. Yoshlari 29 da. Bo'ylari 173 sm, vaznlari 80 kg. Asli farg'onalik. Hozir Amerika, Kaliforniya shtatida yashaydi va faoliyat yuritadi. Sport bilan muntazam shug'ullanadi, biznes bilan band. Ingliz tilini yaxshi biladi. Millati o'zbek. Oilaviy holati uylanmagan. Sport yo'nalishida tahsil olgan. Kelin uchun yosh chegarasi 24 yoshgacha. Talablar: bo'ylari 168 dan 175 sm gacha bo'lgan, ingliz tilini biladigan, o'qimishli, aqlli va kitobsevar qiz izlanadi. Amerikada yashasa afzal, O'zbekistonda bo'lsa ham mumkin. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, agar shu kabi jiddiy nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarda nomzod deb yozib qoldiring. Kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 37 da, bo'ylari 163 sm, vaznlari 70 kg, millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan, ma'lumoti o'rta, kasbi biznes bilan shug'ullanadi. Asli samarqandlik, hozirda Koreyada istiqomat qiladi. Eslatma: ikkinchi oila masalasida bezovta qilinmasin. Ayolni hurmat qiladigan, oilani muqaddas deb biladigan inson izlanadi. Koreyada yashaydigan nomzodlar afzal. Kuyov yosh chegarasi 35 dan 39 yoshgacha. Bo'yi 178 dan 185 sm gacha atrofida bo'lishi ma'qul. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 25 da, bo'ylari 167 sm, vaznlari 65 kg. Ingliz va rus tillarida ravon muloqot qila oladi. Millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan, ma'lumoti oliy, kasbi bank sohasida faoliyat yuritadi. Manzili Toshkent shahri. Asli andijonlik, vodiylik. Kuyov yosh chegarasi 30 yoshgacha. Talablar: vodiylik, Andijon yoki Farg'ona bo'lishi. Oliy ma'lumotli, Toshkentda ishlab yashaydigan, jiddiy niyatli va oilaparvar bo'lishi ma'qul. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 31 da, bo'ylari 162 sm, vaznlari 50 kg. Millati tojik, oilaviy holati ajrashgan, ma'lumoti o'rta, kasbi realtor. Ko'chmas mulk sohasida faoliyat yuritadi. Asli samarqandlik, hozirda Amerikada istiqomat qiladi. Kuyov yosh chegarasi kelishiladi. Talablar: jiddiy, niyatli, mas'uliyatli, halol va oilani qadrlaydigan inson bo'lishi lozim. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod. Yoshlari 49 da, bo'ylari 170 sm, vaznlari 80 kg. Qonuniy ajrashgan, millati o'zbek, ma'lumoti oliy, kasbi tadbirkor. Toshkent shahrida yashaydi va faoliyat yuritadi. Kelin uchun yosh chegarasi 26 yoshdan 38 yoshgacha. Talablar: muslima, iymonli, iboli, dunyoqarashi keng va oilaparvar qiz yoki ayol bo'lsa ma'qul. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Amerikada yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod. Yoshlari 29 da. Bo'ylari 173 sm, vaznlari 80 kg. Asli farg'onalik, hozir Amerika, Kaliforniya shtatida yashaydi va faoliyat yuritadi. Sport bilan muntazam shug'ullanadi, biznes bilan band. Ingliz tilini yaxshi biladi. Millati o'zbek, oilaviy holati uylanmagan. Sport yo'nalishida tahsil olgan. Kelin uchun yosh chegarasi 24 yoshgacha. Talablar: bo'ylari 168 dan 175 sm gacha bo'lgan, ingliz tilini biladigan, o'qimishli, aqlli va kitobsevar qiz izlanadi. Amerikada yashasa afzal, O'zbekistonda bo'lsa ham mumkin. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, agar shu kabi jiddiy nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarda nomzod deb yozib qoldiring. Kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshi 25, bo'yi 168 sm, vazni 60 kg. Hijobda diniga amal qiladi. Millati o'zbek, rus aralash. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, kasbi vrach, stomatolog. Hozirda Toshkent va Andijonda yashaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 25 dan 30 yoshgacha. Talablar qisqa va aniq. Oliy ma'lumotli, namozxon, jiddiy niyat bilan oila qurmoqchi bo'lgan yigit izlanadi. Bog'lanish masalasi bo'yicha
nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Andijondan kuyovlikka jiddiy nomzod erkak, yoshi 37, boyi 170 cm, vazni 75 kg. Hozirda alohida yashaydi. Diniga amal qiladi, ibodatda. Shu sababli hijobda ibodatli muslima qiz bilan oila qurish niyatida. Millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan. Ma'lumoti o'rta. Kasbi usta va tadbirkor. Manzili Andijon shahri. Kelin uchun yosh chegarasi 25 dan 30 yoshgacha. Talablari oddiy va aniq. Oilani birinchi o'ringa qo'yadigan, sadoqatli, pokiza va jiddiy niyat bilan turmush qurmoqchi bo'lgan ayol izlanadi. Bog'lanish masalasida nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Moskvada yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz, yoshlari 22 da, bo'ylari 165 cm, vazni 46 kg, millati o'zbek, turmush qurmagan, jiddiy tanishuv va oila qurish niyatida. Hozirda bank sohasida faoliyat yuritadi. Manzili Moskva shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 30 yoshgacha. Bo'yi baland, oliy ma'lumotli, rus tilini biladigan, Moskva yoki chet elda yashaydigan, mas'uliyatli va oila qurishga tayyor erkak izlanadi. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, agar shu kabi yana ko'plab munosib nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarda nomzod deb yozib qoldiring. Toshkentda kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 32 da, bo'ylari 165 cm, vazni 52 kg. Millati o'zbek. Turmush qurmagan, oliy ma'lumotli, hozirda doktorantura bosqichida tahsil olayotgan. Ilmga va hayotga jiddiy yondashadigan ziyoli ayol. Rus, o'zbek, ingliz va turk tillarida erkin muloqot qila oladi. Manzili Toshkent shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 33 dan 39 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, Toshkentda yashaydigan, insofli, Allohni tanigan, dunyoqarashi keng, jiddiy oila qurish niyatidagi erkak izlanadi. Ikkinchi ro'zg'or masalasida bezovta qilmaslik so'raladi. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod qiz, yoshlari 29 da, bo'ylari 168 cm, vaznlari 58 kg. Millati o'zbek, turmush qurmagan, yaxshi tarbiya ko'rgan, maqsadli va esxushli qiz. Allohni taniydi, pazandalikni yaxshi ko'radi. Zamonaviy bo'lsa-da, oila qadriyatlarini birinchi o'ringa qo'yadi. Manzili Toshkent shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 35 yoshgacha. Faqat toshkentlik, iymonli, o'ziga ishongan, ishi va daromadi tayin, sport bilan shug'ullanadigan, jiddiy oila qurish niyatidagi erkak izlanadi. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod ayol, yoshlari 35 da, bo'ylari 165 cm, vaznlari 70 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati rasmiy ajrashgan, bir nafar 9 yoshli farzandi bor. Ma'lumoti oliy, kasbi farmatsevt. Hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Ikkinchi ro'zg'or masalasi umuman ko'rib chiqilmaydi. Faqat jiddiy niyatdagilar murojaat qilishi so'raladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 35 yoshdan 40 yoshgacha. Dunyoqarashi keng, iymoni mustahkam, bolalarga mehribon, ish joyi tayin, ichmaydigan va chekmaydigan erkak izlanadi. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Surxondaryolik kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 35 da, bo'yi 165 cm, vazni 70 kg. Tartib va tozalikni yaxshi ko'radi. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan, qiz bola. Ma'lumoti oliy, bakalavr va magistraturani tamomlagan. Hozirda ilmiy xodim sifatida faoliyat yuritadi. Doktoranturada tahsil olmoqda. Manzili Surxondaryo viloyati. Kuyov uchun yosh chegarasi 30 yoshdan 37 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, ish joyi va uy joyi bor. Sport bilan shug'ullanadigan, ichmaydigan va chekmaydigan, zamonaviy, bo'yi baland, eng muhimi, hali uylanmagan bo'ydoq yigit izlanadi. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin.
jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 38 da, bo'ylari 185 cm, vaznlari 65 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, xalqaro universitet bitirgan. Hozirda ishlab chiqarish yo'nalishida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi. Samarqand shahrida istiqomat qiladi. E'lon faqat jiddiy tanishuv uchun berilgan. Spam va behuda yozishlardan saqlanish maqsadida murojaat qiluvchilardan o'zlari haqida qisqacha ma'lumot va rasm bilan yozish so'raladi. Bu e'lon oddiy salomlashish uchun emas, hurmat saqlanishi muhim. Kuyov uchun yosh chegarasi 40 yoshgacha. O'qigan, o'zini moddiy jihatdan ta'minlay oladigan, diniy bilimga ega, bo'yi baland va o'ziga qarab yuradigan erkak izlanadi. Nikohni halol yo'l bilan o'qitish, umra qilish niyati bor bo'lishi ma'qul, Alloh nasib etsa. Bog'lanish, nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kuyovlikka jiddiy nomzod yigit. Yoshlari 36, bo'ylari 180 cm, vazni 80 kg, millati o'zbek. Oilaviy holati uylanmagan, ma'lumoti tugallanmagan oliy. Hozirda davlat idorasida mas'ul lavozimda ishlaydi. Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Kelin uchun yosh chegarasi 30 yoshgacha. Bo'yi kamida 165 cm dan baland bo'lishi, pazanda, ibo xayoli va diyonatli bo'lishi muhim. Ota-onani hurmat qiladigan, oilaga tayyor qiz bola izlanadi. Millat masalasida cheklov yo'q. Eng asosiysi tarbiya va niyat. Bog'lanish, nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy va munosib nomzod ayol. Yoshlari 31 da, bo'yi 169 cm, vazni 53 kg. Ziyoli, zamonaviy va aniq maqsadlarga ega. Millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, magistr darajasiga ega. Kasbi, logistika va tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha menejer. Toshkent shahri Yunusobod tumanida istiqomat qiladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 30 dan 35 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, ishi va uy-joyi tayin, uylanmagan, zamonaviy fikrlaydigan, ziyoli oiladan bo'lgan yigit izlanadi. Bog'lanish, nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy va munosib nomzod ayol. Yoshlari 31 da, bo'yi 169 cm, vazni 53 kg. Ziyoli, zamonaviy va aniq maqsadlarga ega. Millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, magistr darajasiga ega. Kasbi, logistika va tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha menejer. Toshkent shahri Yunusobod tumanida istiqomat qiladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 30 dan 35 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, ishi va uy-joyi tayin, uylanmagan, zamonaviy fikrlaydigan, ziyoli oiladan bo'lgan yigit izlanadi. Bog'lanish, nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Buxorolik kuyovlikka jiddiy nomzod yigit. Yoshlari 27 yoshda. Bo'yi 172 cm, vazni 75 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati bo'ydoq, hech qachon uylanmagan. Ma'lumoti o'rta, kasbi tadbirkor. Buxoro shahrida yashaydi. Kelin uchun yosh chegarasi 20 dan 25 yoshgacha. Viloyati muhim emas. Iboli, xayoli, madaniyatli, hunari bor. O'qigan yoki hozir o'qiyotgan qiz izlanadi. Bog'lanish, nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Rossiyada yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 27 yoshda. Bo'yi 165 cm, vazni 60 kg. Millati tojik. Rasmiy ajrashgan, 2 nafar farzandi bor. Bir o'g'il va bir qiz. Ma'lumoti, 2 ta oliy yuridik sohada. Hozirda sud tizimida faoliyat yuritadi. Asli Samarqand viloyatidan, hozir Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida ota-onasi bilan yashaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 27 dan 37 yoshgacha. Jiddiy niyatli, mas'uliyatli, bolali oilaga tayyor. Rossiyada yashab ishlayotgan erkak izlanadi. Bog'lanish, nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 45 yoshda. Bo'ylari 165 cm, vaznlari 56 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan, voyaga yetgan, bir nafar o'g'li bor. Ma'lumoti o'rta, kasbi shaxsiy tartibda o'ziga aytiladi. Hozirda Moskva va Samarqand shaharlarida bo'ladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 40 dan 50 yoshgacha. Talablar: mas'uliyatni his qiladigan, mehribon, jonkuyar, oila qadriyatlarini tushunadigan erkak bo'lish kerak.
Bog'lanish. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Qarshidan kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 22 yoshda, bo'ylari 170 cm, vaznlari 65 kg, millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan, bir nafar o'g'il farzandi bor, ma'lumoti o'rta, kasbi tikuvchi, manzili Qashqadaryo viloyati Nishon tumani. E'lon faqat jiddiy niyat bilan berilgan. Oila quraman degan vijdonli va iymonli insonlar murojaat qilishi so'raladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 25 dan 30 yoshgacha. Talablar: avvalo farzandiga otalik qila oladigan, oilasiga mehribon va g'amxo'r bo'lgan, ichmaydigan, chekmaydigan, ibodatlariga mas'uliyat bilan qaraydigan erkak bo'lishi kerak. Bog'lanish. Nomzod nomidan onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Qarshidan kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 22 yoshda, bo'ylari 170 cm, vaznlari 65 kg, millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan, bir nafar o'g'il farzandi bor, ma'lumoti o'rta, kasbi tikuvchi, manzili Qashqadaryo viloyati Nishon tumani. E'lon faqat jiddiy niyat bilan berilgan. Oila quraman degan vijdonli va iymonli insonlar murojaat qilishi so'raladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 25 dan 30 yoshgacha. Talablar: avvalo farzandiga otalik qila oladigan, oilasiga mehribon va g'amxo'r bo'lgan, ichmaydigan, chekmaydigan, ibodatlariga mas'uliyat bilan qaraydigan erkak bo'lishi kerak. Bog'lanish. Nomzod nomidan onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Amerikada yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod erkak. Yoshlari 28 da, bo'ylari 190 cm, vaznlari 95-100 kg atrofida. Sport bilan muntazam shug'ullanadi. Jismonan baquvvat, millati o'zbek. Oilaviy holati: uylanmagan, bo'ydoq. Ma'lumoti: O'zbekistonda tahsil olgan, o'qishli. Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida qonuniy yashaydi va ishlaydi. Manzili Nyu-York shahri. Kelin uchun yosh chegarasi 20 dan 30 yoshgacha. Talablar: kelin Toshkent yoki Samarqanddan bo'lsa, yanada yaxshi. Bog'lanish. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, agar shu kabi e'lonlar va jiddiy nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarda nomzod deb yozib qoldiring. Kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 28 da, bo'ylari 165 cm, vaznlari 55 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan, bir nafar qizi bor. Turmushda qisqa muddat yashagan, ma'lumoti oliy. Hozirda magistraturaning 2-bosqichida tahsil olmoqda. Yo'nalishi xorijiy til va adabiyoti, ingliz tili. Kasbi o'qituvchi. Maktab va universitetda dars beradi. Zarurat bo'lganda tarjimonlik ham qiladi. Manzili Surxondaryo viloyati, Termiz shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 32 yoshgacha, qolganini taqdir hal qiladi. Talablar quyidagicha: oliy ma'lumotli, oilaning qadriga yetadigan, bo'yi baland, sportni yaxshi ko'radigan, insofli va iymonli, Allohni taniydigan, dunyoqarashi keng bo'lgan yigit. Ikkinchi ro'zg'or niyatida bo'lmagan bo'lishi shart. Bog'lanish. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 28 da, bo'ylari 168 cm, vazni 58 kg. Millati o'zbek, asli samarqandlik, hozirda Toshkent shahrida Mirobod tumanida yashaydi. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, kasbi farmatsevt. Kuyov uchun yosh chegarasi 38 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, uylanmagan. Bo'yi 175 cm dan baland. Toshkentda yashaydigan yigit kutiladi. Viloyatlik bo'lsa ham mayli, ikkinchi xotinlikka mutlaqo bezovta qilinmasin. Bog'lanish. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, agar shu kabi ko'plab nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarda nomzod deb yozib qoldiring. Amerikada yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod yigit. Yoshlari 28 da, bo'ylari 190 cm, vazni 95 dan 100 kg orasida. Sport bilan muntazam shug'ullanadi. Millati o'zbek. Oilaviy holati: uylanmagan, bo'ydoq. Ma'lumoti: O'zbekistonda tahsil olgan. Hozirda Amerikada qonuniy yashab, ishlaydi. Manzili Amerika Qo'shma Shtatlari, Nyu-York shahri. Kelin uchun yosh chegarasi 20 dan 30 yoshgacha. Kelin Amerikada bo'lsa ma'qul, Toshkent yoki Samarqanddan bo'lsa yanada yaxshi. Bog'lanish. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy niyatdagi ayol. Yoshlari 31 da, bo'ylari 156 cm, vaznlari 60 kg. Millati o'zbek, asli toshkentlik. Oilaviy holati qonuniy ajrashgan, bir nafar qiz farzandi bor. Ma'lumoti o'rta,
kasbi medik. Hozirda Toshkent shahrida Severniy hududida yashaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 35 dan 40 yoshgacha. Talablar: tashqi ko'rinishiga e'tibor beradigan, o'zini tutishni biladigan, ish joyi tayin, mas'uliyatli, eng muhimi haqiqiy erkak bo'lishi. Ikkinchi turmush masalasi bo'yicha bezovta qilinmasin. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy niyatdagi ayol, yoshlari 35 da, bo'ylari 165 cm, vaznlari 70 kg, millati o'zbek, oilaviy holati qonuniy ajrashgan, 9 yoshli bir nafar farzandi bor. Ikkinchi xotinlik masalasida bezovta qilinmasligi qat'iy so'raladi. Ma'lumoti oliy, kasbi farmatsevt. Hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 35 dan 40 yoshgacha. Talablar: dunyoqarashi keng, iymoni mustahkam, bolalarga mehribon, ish joyi tayin, ichmaydigan va chekmaydigan mas'uliyatli erkak. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Sankt-Peterburgda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 31 da, bo'ylari 160 cm, vaznlari 50 kg, millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan, farzandi bor. Islomga amal qiladi. Sog'ligida muammo yo'q, sudlanmagan. Ko'chib o'tish masalasi kelishiladi. Ma'lumoti: tibbiyot kolleji 1-bosqich talabasi. Kasbi kichik tibbiy xodim. Hozirda Sankt-Peterburg shahrida yashaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 30 dan 40 yoshgacha. Talablar: yaxshi xulqli, halol, mehribon, g'amxo'r va mas'uliyatli. Oilani muqaddas deb biladigan. Ikkinchi xotinlik masalasi mutlaqo qabul qilinmaydi. Imkoni bo'lsa, Sankt-Peterburgda yashaydigan, millati o'zbek bo'lgan erkak. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari orqali. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 28 da, bo'yi 168 cm, vazni 58 kg. Millati o'zbek, asli samarqandlik, hozirda Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, kasbi farmatsevt, provizor. Yashash manzili Toshkent shahri, Mirobod tumani. Kuyov uchun yosh chegarasi 38 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, uylanmagan. Bo'yi kamida 175 cm bo'lgan, Toshkentda yashaydigan yigit izlanadi. Viloyatlik bo'lishi mumkin. Ikkinchi xotinlik masalasida bezovta qilinmasligi so'raladi. Bog'lanish uchun kuyov nomidan ota-onasi murojaat qilishi so'raladi. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 27 da, bo'yi 160 cm, vazni 50 kg, millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, moliya institutini tamomlagan. Hozirda Anorbankda iqtisodchi lavozimida faoliyat yuritadi. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida yashaydi, asli surxondaryolik. Kuyov uchun yosh chegarasi 27 dan 32 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, uylanmagan, ichmaydigan, chekmaydigan va Toshkentda yashaydigan yigit izlanadi. Bog'lanish uchun nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod erkak. Yoshlari 37 da, bo'yi 2 metr, vazni 110 kg, millati o'zbek. Toshkent shahrida yashaydi, o'z uy-joyiga ega, alohida istiqomat qiladi. Oilaviy holati qonuniy ajrashgan, farzandi yo'q. Ma'lumoti o'rta maxsus. Kasbi ishlab chiqarish yo'nalishida tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Kelin uchun yosh chegarasi 30 yoshgacha. Bo'yi baland, alohida yashashga tayyor, iymonli va vijdonli ayol izlanadi. Bog'lanish uchun nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 29 da, bo'ylari 165 cm, vaznlari 65 kg, millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy. Hozirda Toshkent shahrida notariusda ishlaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 29 dan 35 yoshgacha. O'qigan, oliy ma'lumotli, jiddiy niyatli yigit izlanadi. Uylangan va ajrashganlar to'g'ri kelmaydi. Bog'lanish uchun nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 21 da, bo'ylari 169 cm, vaznlari 65 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati turmush qurmagan. Hozirda talaba oliy ta'limni tugallash arafasida. Yo'nalishi biznes menejment. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida yashaydi, asli toshkentlik. Namozxon emas. Viloyatdan bo'lgan nomzodlar bezovta qilmasligi so'raladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 23 dan 28 yoshgacha.
rus va ingliz tillarida bemalol gaplasha oladigan, mustaqil fikrli, ish joyi va yashash joyi tayin, ichmaydigan, chekmaydigan toshkentlik yigit izlanadi. Namozxon bo'lishi shart emas. Bog'lanish. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, agar shu kabi ko'plab nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarda nomzod deb yozib qoldiring. Toshkentda yashaydigan kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 29 da, bo'ylari 165 cm, vaznlari 55 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, hozircha ishlamaydi. Manzili Toshkent shahri, asli viloyatlik. Kuyov uchun yosh chegarasi 28 dan 35 yoshgacha. Nomzoddan talablar aniq. Uylanmagan bo'lishi shart, ichmaydigan va chekmaydigan, Toshkentda yashaydigan, aqliy va diniy bilimga ega, uyim joyim deb yashaydigan va eng muhimi, jiddiy turmush qurish niyatida bo'lgan kuyov. Bog'lanish. Nomzod nomidan faqat ota-onasi yoki yaqin qarindoshlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 32, bo'ylari 158 cm, vaznlari 47 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati turmush qurmagan qiz bola. Hozirda ota-onasi bilan Toshkent shahrida yashaydi. Ma'lumoti oliy, kasbi zamdekan. Manzili Toshkent shahri, Yashnobod tumani, asli toshkentlik. Kuyov uchun yosh chegarasi 35 dan 38 yoshgacha. Nomzoddan talablar oddiy va aniq. Oliy ma'lumotli, ichmaydigan, oilaparvar, madaniyatli va odobli bo'lishi. Toshkentlik bo'lishi ma'qul. Bog'lanish. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 30 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 85 kg. 5 yoshli o'g'li bor. Millati o'zbek, oilaviy holati qonuniy ajrashgan. Ma'lumoti oliy, tibbiyot fanlari nomzodi. Kasbi oliy toifali shifokor. Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 30 dan 36 yoshgacha. O'ziga ishongan, aqliy va dunyoqarashi keng, chet tillarini biladigan, aniq maqsadlari bor, o'ziga qarab yuradigan erkak izlanadi. Farzandini qabul qila oladigan, diniy va dunyoviy bilimga ega, va'dasida turadigan, mehribon va birgalikda rivojlanishga tayyor bo'lishi muhim. Iloji bo'lsa, tibbiyot yo'nalishida bo'lishi ma'qul. Bog'lanish. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 21 da, bo'ylari 169 cm, vazni 65 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati turmush qurmagan. Ma'lumoti oliy ta'limda tahsil olmoqda, talaba. Yo'nalishi biznes menejment. Manzili Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani. Asli toshkentlik. Eslatma: turmush qurmagan, namozxon emas. Viloyatdan bezovta qilmaslik so'raladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 23 dan 28 yoshgacha. Talablar: rus va ingliz tillarida bemalol gapira oladigan, mustaqil fikrga ega, ish joyi va yashash joyi tayin bo'lgan, ichmaydigan va chekmaydigan, namozxon bo'lishi shart bo'lmagan. Albatta, toshkentlik yigit. Bog'lanish. Nomzod nomidan onasi yoki yaqinlari murojaat qilishi so'raladi. Rossiyada yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod erkak. Yoshlari 33 da, bo'ylari 173 cm, vaznlari 80 kg. Millati o'zbek. Rossiya fuqarosi, hozirda Rossiyada yashaydi. Kelin ham Rossiyaga kelib yashashga tayyor bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda yiliga kelib turish imkoniyati bo'lsin. Oilaviy holati qonuniy ajrashgan. Ma'lumoti o'rta, kasbi quruvchi. Asli Qashqadaryo viloyatidan. Kelin uchun yosh chegarasi 20 dan 27 yoshgacha. Talablar: dinidan xabari bor, oilaga tayyor, faqat rasm bilan murojaat qilinsin. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlar orqali. Rossiyada yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod erkak. Yoshlari 33 da, bo'ylari 173 cm, vaznlari 80 kg. Millati o'zbek. Rossiya fuqarosi, hozirda Rossiyada yashaydi. Kelin ham Rossiyaga kelib yashashga tayyor bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda yiliga kelib turish imkoniyati bo'lsin. Oilaviy holati qonuniy ajrashgan. Ma'lumoti o'rta, kasbi quruvchi. Asli Qashqadaryo viloyatidan. Kelin uchun yosh chegarasi 20 dan 27 yoshgacha. Talablar: dinidan xabari bor, oilaga tayyor, faqat rasm bilan murojaat qilinsin. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlar orqali.
Sankt-Peterburgda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 31 da, bo'ylari 160 cm, vaznlari 50 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan, farzandi bor. Islomga amal qiladi. Sog'ligida muammo yo'q, sudlanmagan. Ko'chib o'tish masalasi kelishiladi. Ma'lumoti tibbiyot kolleji 1-bosqich talabasi. Kasbi kichik tibbiy xodim. Hozirda Sankt-Peterburg shahrida yashaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 30 dan 40 yoshgacha. Talablar: yaxshi xulqli, halol, mehribon, g'amxo'r va mas'uliyatli. Oilani muqaddas deb biladigan. Ikkinchi xotinlik masalasi mutlaqo qabul qilinmaydi. Imkoni bo'lsa, Sankt-Peterburgda yashaydigan, millati o'zbek bo'lgan erkak. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari orqali. Moskvada yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 28 da, bo'ylari 165 cm, vaznlari 64 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan, bir nafar o'g'li bor. Hozirda Moskva shahrida istiqomat qiladi. Ma'lumoti o'rta. Kasbi oshpaz, shef-pavar sifatida Moskvada faoliyat yuritadi. Asli Toshkent viloyati Angren shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 29 dan 36 yoshgacha. Talablar: solih, dindan xabardor, oilani qadrlaydigan, mas'uliyatli erkak izlanadi. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari orqali. Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 25 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 60 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmush qurmagan. Ma'lumoti oliy, hozirda 2 yo'nalishda tahsil olmoqda. Kasbi xalqaro iqtisod va jurnalistika yo'nalishlari bilan bog'liq. Manzili Toshkent shahri, asl kelib chiqishi viloyatdan. E'lon jiddiy niyat bilan berilgan. Shunchaki qiziqish yoki bekorchi murojaatlar qabul qilinmaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 26 yoshdan 32 yoshgacha. Talablar quyidagicha: iymonli va e'tiqodli, zamonaviy fikrlaydigan, ota-onasini hurmat qiladigan, tarbiyali, oliy ma'lumotli, dunyo qarashi keng, oilani ustuvor deb biladigan va nikohga mas'uliyat bilan qaraydigan yigit bo'lishi kerak. Bo'yi baland bo'lsa ma'qul. Ajrashgan nomzodlar uchun e'lon mo'ljallanmagan. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari orqali. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 27 da, bo'ylari 160 cm, vaznlari 50 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, magistraturani Moskva shahrida tamomlagan. Kasbi o'qituvchi. Hozirda Toshkent shahri Yunusobod tumanida istiqomat qiladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 28 dan 35 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, doimiy ish joyiga ega, rus tilini biladigan, mehribon, ochiq ko'ngil va alohida uy-joyi bor erkak izlanadi. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari orqali amalga oshiriladi. Toshkentda istiqomat qiladigan kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 35 da, bo'ylari 168 cm, vaznlari 69 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy. Kasbi aviatsiya sohasida. Asli Qoraqalpog'istondan, hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Ziyoli, oilada tarbiya topgan, oila va mas'uliyatni qadrlaydigan ayol. Jiddiy, oyoqqa turgan, hayotdan nimani xohlashini biladigan erkak izlanadi. Oldin uylangan va qonuniy ajrashgan bo'lsa mayli, ammo uylanganlar bezovta qilmasin. Kuyov uchun yosh chegarasi 33 dan 38 yoshgacha. Ajrashgan bo'lsa, ajrim hujjatlari qonuniy bo'lishi shart. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari orqali amalga oshiriladi. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 23 da, bo'ylari 165 cm, vaznlari 70 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy. Manzili Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 25 dan 30 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, ota-onaga mehrli, yoriga vafoli, uyini va oilasini qadrlaydigan, Allohni tanigan, mas'uliyatli kuyov izlanadi. Bog'lanish nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari orqali amalga oshiriladi. Amerikada yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod erkak. Yoshi 36 da, bo'yi 168 cm, vazni 67 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan. Ma'lumoti o'rta ta'lim, koreys tili bo'yicha tarjimon.
kasbi tadbirkor, 2 nafar kompaniya rahbari, 20 dan ortiq yuk mashinalari, trak bilan ishlaydi. Hozirda Amerika Qo'shma Shtatida istiqomat qiladi, Nyu-York, Nyu-Jersi va Filadelfiya hududlarida. Kelin Amerikada bo'lishi yoki boshqa davlatda bo'lsa ham Amerikaga kirish imkoniyati vizasi bo'lishi shart. Yosh masalasi taqdiriga bog'liq. Talablar: muslima, nomusli, iboli, hayoli va niyati jiddiy bo'lgan ayol izlanadi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, shu kabi ko'plab nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarga nomzod deb yozib qoldiring. Kuyovlikka jiddiy nomzod erkak. Yoshi 35 ta, ko'rinishi 30 yoshlarda. Boyi 183 cm, vazni 85 kg. Asli samarqandlik, uzoq yillardan beri Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Millati o'zbek. Ma'lumoti oliy, ish joyi aniq. Sport bilan muntazam shug'ullanadi, sog'lom va kelishgan. Rus va ingliz tillarini mukammal biladi, yangi tillarni o'rganishga qiziqadi. Zamonaviy fikrlaydigan, vazmin va adekvat inson. 5 vaqt namozda diniy e'tiqodga amal qiladi. Oilaviy holati qonuniy ajrashgan, jiddiy sabablar bilan. Bir nafar farzandi bor, farzand onasi bilan yashaydi. Kelin uchun yosh chegarasi 27 yoshgacha. Nomzod turmush qurmagan, muslima, oliy ma'lumotli va itoatkor bo'lishi kerak. Faqat Toshkentda yashaydigan va oila qurish niyati jiddiy bo'lganlar murojaat qilsin. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentdan kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshi 34 ta, boyi 165 cm, vazni 59 kg. Millati o'zbek, asli sirdaryolik. Oilaviy holati turmush qurmagan. Ma'lumoti oliy, kasbi buxgalter. Manzili Toshkent shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 40 yoshgacha. Nomzod Toshkentda yashaydigan, ish joyi aniq, iymonli, insofli, uy joyi bor, mas'uliyatli inson bo'lishi kerak. Bog'lanish: nomzod nomidan onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod yigit. Yoshi 33 ta, boyi 167 cm, vazni 65 kg. Millati o'zbek, asli Tojikistonning Sug'ud viloyatidan Toshkentga yaqin hudud. Oilaviy holati ajrashgan, 2 oy yashagan, farzandi yo'q. Ma'lumoti oliy, kasbi haydovchi. Hozirda xorijda faoliyat yuritadi. Hozirgi manzili Amerika Qo'shma Shtatlari, Nyu-Jersi. Kelin uchun yosh chegarasi 25 yoshgacha. Turmush qurmagan qiz bo'lsa ma'qul. Nomzod namozxon, Qur'onxon, hijobli, uyim va oilam deb yashaydigan bo'lishi kerak. Ma'lumoti o'rta yoki oliy bo'lishi mumkin. Xorijda yashashga tayyor, oddiy, samimiy va niyati jiddiy bo'lsa kifoya. Murojaat rasm bilan qilinsin. Bog'lanish: nomzod nomidan onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod yigit. Yoshlari 31 da. Bo'ylari 180 cm, vaznlari 85 kg. Millati o'zbek, asilzoda, xo'ja yigit. Zararli odatlari yo'q. Rus va ingliz tillarini mukammal biladi. Sport bilan muntazam shug'ullanadi. Oilaviy holati ajrashgan. Ma'lumoti oliy. Kasbi shifokor, jarroh. Manzili Toshkent shahri. Kelin uchun yosh chegarasi 24 yoshdan 28 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, insofli, diyonatli, sog'lom, bo'yi kamida 165 cm bo'lgan, rus tilida erkin gaplasha oladigan, keng tafakkurli va turmush qurmagan qiz bo'lsa ma'qul. Bog'lanish: nomzod nomidan onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 32 da, bo'ylari 155 cm, vaznlari 58 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan. Ma'lumoti oliy, davlat tashkilotida ishlaydi. Manzili Toshkent shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 40 yoshgacha. Dunyoviy va diniy bilimga ega, uy joyi va ishi bor, mas'uliyatli erkak izlanadi. Bekorchilar bezovta qilmasin. Bog'lanish: nomzod nomidan onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Amerikada yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 37 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 73 kg. Millati o'zbek-tojik, asli samarqandlik. Oilaviy holati qonuniy ajrashgan, bir nafar o'g'li bor. Ma'lumoti o'rta. Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida, Nyu-Jersi shtatida yashaydi va babysitter bo'lib ishlaydi. E'lon faqat jiddiy niyat bilan berilgan. Faqat Amerikada yashaydigan nomzodlar murojaat qilishi so'raladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 40 dan 42 yoshgacha. Bo'yi kamida 172 cm dan baland bo'lishi kerak. Talablar:
ichmaydigan, iymonli, insofli, oilani qadrlaydigan, uyim joyim deydigan erkak bo'lishi lozim. Xolajonlar, shu kabi ko'plab nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarda nomzod deb yozib qoldiring. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 31 da, bo'ylari 160 cm, vaznlari 50 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushdan ajrashgan, bir nafar qiz farzandi bor. Ma'lumoti magistr darajasi. Kasbi xalqaro tashkilotda mutaxassis sifatida faoliyat yuritadi. Manzili Toshkent shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 30 dan 40 yoshgacha. Talablar: jiddiy niyatli, hayotdan aniq maqsadi bor, mas'uliyatli va yaxshi inson bo'lishi muhim. Batafsil ma'lumotlar orqali tanishiladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod yigit. Yoshlari 25 da, bo'yi 175 cm, vazni 70 kg. Millati o'zbek. Hozirda Janubiy Koreyada yashaydi va ishlaydi. Ma'lumoti oliy. Koreys tilini yaxshi biladi, rus va ingliz tillarini o'rtacha darajada biladi. Qurilish sohasida faoliyat yuritadi. O'z mehnati bilan oyoqqa turgan, uyi va mashinasi bor. Oilaviy holati uylanmagan. Kelin uchun yosh chegarasi 17 dan 26 yoshgacha. Koreyada yashayotgan yoki kelishga tayyor, niyati jiddiy qiz izlanadi. O'qish va viza masalalarida yordam beriladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshi 21 da, bo'yi 160 cm, vazni 56 kg. Nomzod Farg'ona shahrida istiqomat qiladi. Ushbu e'lon faqat Farg'ona shahri doirasida amal qiladi. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmush qurmagan, qiz bola. Ma'lumoti oliy. Hozirda oliy ta'lim muassasasining 4-bosqich talabasi. Kasbi o'qituvchi. Umumta'lim maktabida faoliyat olib boradi. Kuyov uchun talablar quyidagicha. Yoshi 23 yoshdan 28 yoshgacha bo'lishi kerak. Oliy ma'lumotga ega bo'lishi muhim. Dunyoqarashi keng, mas'uliyatli va hayotga jiddiy qaraydigan bo'lishi lozim. Rus tilida gapira olishi ma'qul hisoblanadi. Bog'lanish masalasida eslatma. Nomzod nomidan faqat ota-onasi yoki yaqin qarindoshlari murojaat qilishlari so'raladi. Yevropada yashaydigan 27 yoshli kuyovlikka jiddiy nomzod yigitimiz. Bo'yi 170 cm, vazni 72 kg, millati o'zbek, uylanmagan. O'rta maxsus ma'lumotli, qurilish sohasida ishlaydi va sport bilan professional darajada aktiv. Hozirda Yevropa davlatlaridan biri Portugaliyada yashaydi. Kelin masalasida taqdirga ishongan, niyati aniq, hijobli, namozli, Qur'onni biladigan, sabrli va kam gap kelin izlaydi. Mahr va umra masalasiga jiddiy qaraydi. Ajrashgan nomzodlar ham agar niyat halol va jiddiy bo'lsa, ko'rib chiqiladi. Murojaat qilganda nomzodning o'zi yoki yaqinlari ekanini bildirib, qisqa ma'lumot va rasm bilan yozish so'raladi. Xolajonlar, shu kabi ko'plab nomzodlar bilan tanishish uchun kommentga nomzod deb yozib qoldiring. Toshkentda yashaydigan kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshi 23 da. Bo'yi 162 cm, vazni 58 kg. Millati o'zbek, asli andijonlik, hozirda ota-onasi bilan Toshkent shahrida yashaydi. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy. Turizm fakultetini tamomlagan, hozirda arxitektura yo'nalishi bo'yicha 2-kurs talabasi. Kasbi talaba. Kuyov uchun yosh chegarasi 23 yoshdan 30 yoshgacha. Talablar: ibodatli bo'lishi, kuyov talabi bo'lsa chet elga chiqishga ham tayyor bo'lishi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Moskvada yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshi 27 da, bo'yi 158 cm, vazni 45 kg. Millati o'zbek va uyg'ur. Ma'lumoti oliy. Kasbi yurist. Hozirda ishlaydi va o'qiydi. Manzili Moskva shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 27 dan 35 yoshgacha. Talablar: uylanib ajrashganlar bezovta qilmasin. Niyati jiddiy, mas'uliyatli inson kutiladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshi 24 da, bo'yi 155 cm, vazni 46 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan, farzandi yo'q. Ma'lumoti jahon tillari yo'nalishini tamomlagan, qo'shimcha ravishda yuridik yo'nalishda 2-mutaxassislikni o'qish niyatida. Hozirda ishga kirish rejalari bor. Manzili asli Farg'onadan, hozir Toshkent shahrida yashaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 25 dan 30 yoshgacha. Talablar: o'qimishli,
uy-joyi bor, insofli va mard, namoz o'qiydigan, faqat toshkentlik va Toshkentda yashaydigan bo'lishi shart. Viloyatga olib ketadiganlar to'g'ri kelmaydi. Qiz odobli, chiroyli, ro'mol o'raydi. Kuyov ayolni moddiy va ma'naviy ta'minlay oladigan bo'lishi kerak. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 31 da, bo'ylari 165 cm, vaznlari 68 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan, bir nafar farzandi bor. Ma'lumoti oliy. Kasbi o'qituvchi. Manzili Toshkent shahri, asli toshkentlik. Kuyov uchun yosh chegarasi 33 dan 40 yoshgacha. Talablar: ichmaydigan va chekmaydigan, Allohdan qo'rqadigan, oliy ma'lumotli, mas'uliyatli va jiddiy niyatli yigit bo'lishi kerak. Eslatma: faqat Toshkent shahri uchun, faqat kattalar orqali murojaat qilinadi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari bog'lansin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 46 da, bo'ylari 167 cm, vaznlari 58 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati beva, bir nafar farzandi bor. Manzili Toshkent shahri, Yunusobod tumani. Kuyov uchun yosh chegarasi 47 yoshdan 53 yoshgacha. Talablar: hayotda o'z o'rnini topgan, ozoda va ko'rinishiga e'tiborli, bo'yi balandroq, qonuniy ajrashgan, jiddiy va mas'uliyatli inson bo'lishi kerak. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsa ma'qul. Amerikada yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod erkak. Yoshlari 40 da, bo'ylari 175 cm, vaznlari 88 kg. Millati o'zbek, Buxoro shahridan. Oilaviy holati ajrashgan, 2 nafar qizi bor. Ma'lumoti oliy, Buxoro tibbiyot institutini tamomlagan. Kasbi Amerikada trak haydovchisi. Manzili Buxoro shahri. Kelin uchun yosh chegarasi 28 yoshdan 35 yoshgacha. Eslatma va talablar: iltimos, jiddiy niyat bilan murojaat qiling. Ortiqcha fantaziyasiz, real hayotni tushunadigan, oqilona fikrlaydigan ayol izlanadi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsa ma'qul. Samarqandlik kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 26 da, bo'ylari 163 cm, vaznlari 60 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy. Universitetning 5-kursida sirtqi ta'limda o'qiydi. Kasbi tadbirkor, tikuvchi dizayner. Manzili Samarqand shahri, Kiyev tumani. Kuyov uchun yosh chegarasi 26 yoshdan 32 yoshgacha. Talablar: insofli va iymonli, o'ziga ishongan, odobli va sadoqatli, yaxshi kasb egasi bo'lgan inson. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Aslida Qo'qonlik, hozirda Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy va munosib nomzod qiz. Yoshlari 23 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 55 kg. Millati o'zbek, asli Qo'qonlik. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, ingliz, rus, koreys va boshqa tillarni biladi. Manzili Toshkent shahri, asli Qo'qon. Niyati jiddiy, chet elda yashaydigan nomzodlar ham ma'qul. Kuyov uchun yosh chegarasi 23 dan 28 yoshgacha. Mustaqil, oliy ma'lumotli, hayotga o'z kuchi bilan erishgan, moddiy jihatdan o'zini ta'minlay oladigan, diniy bilimga ega, bo'yi baland, o'ziga qarab yuradigan, Toshkentda yoki chet elda yashaydigan erkak kutiladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, shu kabi ko'plab munosib nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarga nomzod deb yozing. Kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 28 da, bo'ylari 155 cm, vaznlari 54 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmush qurmagan, farzandi yo'q. Ma'lumoti oliy, kasbi shaxsiy suhbatda aytiladi. Asli samarqandlik, 20 yildan buyon Toshkent shahrida ota-onasi bilan yashaydi. Eslatma: ajrashganlarga va ikkinchi ro'zg'orga umuman berilmaydi. Maqsad jiddiy bo'lsa, o'zingiz haqingizda qisqa ma'lumot va rasm bilan murojaat qiling. Bu e'lon shunchaki salomlashish uchun emas. Kuyov uchun yosh chegarasi 29 yoshdan 33 yoshgacha. Talablar: oliy ma'lumotli, ish joyi tayin, ichmaydigan, iymonli, asli samarqandlik bo'lib, Toshkentda yashaydigan yigit. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin.
Aslida Qo'qonlik hozirda Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy va munosib nomzod qiz. Yoshlari 23 ta. Bo'ylari 170 cm, vaznlari 55 kg. Millati o'zbek, asli Qo'qonlik. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy ingliz, rus, koreys va boshqa tillarni biladi. Manzili Toshkent shahri, asli Qo'qon. Niyati jiddiy, chet elda yashaydigan nomzodlar ham ma'qul. Kuyov uchun yosh chegarasi 23 dan 28 yoshgacha. Mustaqil, oliy ma'lumotli, hayotga o'z kuchi bilan erishgan, moddiy jihatdan o'zini ta'minlay oladigan, diniy bilimga ega, bo'yi baland, o'ziga qarab yuradigan, Toshkentda yoki chet elda yashaydigan erkak kutiladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, shu kabi ko'plab munosib nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarga nomzod deb yozing. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 19 da, bo'ylari 168 cm, vaznlari 50 kg, millati o'zbek. Oilaviy holati o'ziga to'q oiladan. Ma'lumoti oliy, hozirda institutda tahsil oladi. Kasbi talaba. Manzili Toshkent shahri. Eslatma, faqat toshkentlik nomzodlar murojaat qilsin. Kuyov uchun yosh chegarasi 23 yoshdan 25 yoshgacha. Talab, albatta toshkentlik bo'lishi shart. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 19 da, bo'ylari 168 cm, vaznlari 50 kg, millati o'zbek. Oilaviy holati o'ziga to'q oiladan. Ma'lumoti oliy, hozirda institutda tahsil oladi. Kasbi talaba. Manzili Toshkent shahri. Eslatma, faqat toshkentlik nomzodlar murojaat qilsin. Kuyov uchun yosh chegarasi 23 yoshdan 25 yoshgacha. Talab, albatta toshkentlik bo'lishi shart. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 28 da, bo'ylari 155 cm, vaznlari 54 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmush qurmagan, farzandi yo'q. Ma'lumoti oliy, kasbi shaxsiy suhbatda aytiladi. Asli samarqandlik, 20 yildan buyon Toshkent shahrida ota-onasi bilan yashaydi. Eslatma, ajrashganlarga va ikkinchi ro'zg'orga umuman berilmaydi. Maqsad jiddiy bo'lsa, o'zingiz haqingizda qisqa ma'lumot va rasm bilan murojaat qiling. Bu e'lon shunchaki salomlashish uchun emas. Kuyov uchun yosh chegarasi 29 yoshdan 33 yoshgacha. Talablar: oliy ma'lumotli, ish joyi tayin, ichmaydigan, iymonli, asli samarqandlik bo'lib Toshkentda yashaydigan yigit. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Qo'qondan kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 21 da, bo'ylari 160 cm, vaznlari 48 kg, millati o'zbek. Oilaviy holati turmush qurmagan. Hozirda Toshkent diplomatiya institutining 4-kurs talabasi. Rus, ingliz va fransuz tillarini biladi. Kasbi hisobchi, buxgalteriya yo'nalishida. Manzili Qo'qon shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 22 yoshdan 30 yoshgacha. Talablar: oliy ma'lumotli, o'z ustida ishlaydigan, kasbi yoki hunari bor, o'ziga ishongan, uylanmagan va bo'yi baland bo'lgan yigit. Niyati jiddiy bo'lmaganlar bezovta qilmasin. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod. Yoshlari 27 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 72 kg, millati o'zbek. Oilaviy holati uylanmagan, ma'lumoti o'rta maxsus, kasbi qurilish sohasida. Hozirda Yevropada, Portugaliya davlatida yashaydi. Kelin tanlash masalasi taqdirga bog'liq. Talablar: hijobda bo'lishi, namozli, Qur'onni hurmat qiladigan, sabrli, vazmin va itoatkor bo'lishi. Mahr sifatida umra niyat qilingan. Murojaat qilayotganda nomzodning o'zi yoki qarindoshi ekanligi aniq yozilsin. Rasm bilan murojaat qilinsin. Chet davlatda yashash sharoitlarini tushunib yozish so'raladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Aslida Qo'qonlik hozirda Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy va munosib nomzod qiz. Yoshlari 23 da, bo'ylari 170 cm, vaznlari 55 kg. Millati o'zbek, asli Qo'qonlik. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy ingliz, rus, koreys va boshqa tillarni biladi. Manzili Toshkent shahri, asli Qo'qon.
Niyati jiddiy, chet elda yashaydigan nomzodlar ham ma'qul. Kuyov uchun yosh chegarasi 23 dan 28 yoshgacha. Mustaqil, oliy ma'lumotli, hayotga o'z kuchi bilan erishgan, moddiy jihatdan o'zini ta'minlay oladigan, diniy bilimga ega, bo'yi baland, o'ziga qarab yuradigan, Toshkentda yoki chet elda yashaydigan erkak kutiladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, shu kabi ko'plab munosib nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarga nomzod deb yozing. Aslida Qo'qonlik hozirda Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy va munosib nomzod qiz. Yoshlari 23 da. Bo'ylari 170 cm, vaznlari 55 kg. Millati o'zbek, asli Qo'qonlik. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, ingliz, rus, koreys va boshqa tillarni biladi. Manzili Toshkent shahri, asli Qo'qon. Niyati jiddiy, chet elda yashaydigan nomzodlar ham ma'qul. Kuyov uchun yosh chegarasi 23 dan 28 yoshgacha. Mustaqil, oliy ma'lumotli, hayotga o'z kuchi bilan erishgan, moddiy jihatdan o'zini ta'minlay oladigan, diniy bilimga ega, bo'yi baland, o'ziga qarab yuradigan, Toshkentda yoki chet elda yashaydigan erkak kutiladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, shu kabi ko'plab munosib nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarga nomzod deb yozing. Buxoroda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 29 da, bo'ylari 158 cm, vaznlari 70 kg, millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti o'rta maxsus, kasbi hamshira, manzili Buxoro shahri. Muhim eslatma, bekorchilar va uylanganlar bezovta qilmasin. Kuyov uchun yosh chegarasi 35 yoshgacha. Asosiy talab kasbi bor bo'lishi, mehribon va farosatli, ishbilarmon, Allohni tanigan, hayotda o'zini bosib olgan, tarbiyali va jiddiy inson bo'lishi. Qolgan jihatlar suhbat davomida aniqlanadi. Nomzod nomidan onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashovchi kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 38 da, bo'ylari 165 cm, vaznlari 60 kg, millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy. Kasbi chet el firmasida buxgalter. Manzili Toshkent shahri, viloyat kelib chiqishi. Muhim eslatma, ikkinchi ro'zg'or masalasi mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 40 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, ichmaydigan va chekmaydigan, har qanday o'yin va tavakkal ishlardan yiroq, halol mehnat qilib yashaydigan, niyati jiddiy inson kutiladi, inshaalloh. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Samarqandlik, kuyovlikka jiddiy nomzod yigit. Yoshlari 28 da, bo'ylari 185 cm, millati o'zbek. Oxirgi 6 yildan buyon Yevropada, xususan Germaniya va Polsha davlatlarida yashab kelmoqda. Oilaviy holati hali uylanmagan. Manzili Samarqand viloyati, Urgut tumani. Kelin uchun yosh chegarasi 18 dan 25 yoshgacha. Faqat samarqandlik bo'lishi shart. Oilani muqaddas deb biladigan, oila a'zolarini hurmat qiladigan, niyati jiddiy bo'lgan kelin kutiladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Londonda yashaydigan kuyovlikka jiddiy nomzod yigitimiz. Yoshlari 23 da, bo'ylari 175 cm, vaznlari 80 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati uylanmagan. Ma'lumoti o'rta maxsus. Kasbi London shahrida yirik qurilish kompaniyasida ishlaydi. Asli Buxoro viloyatidan, hozirda Buyuk Britaniyada, Londonda yashaydi. Kelin uchun yosh chegarasi 18 dan 30 yoshgacha. O'ziga qaraydigan, chiroyli, erini hurmat qiladigan, gap qaytarmaydigan, niyati jiddiy bo'lgan kelin izlanadi. Muhim eslatma, kelin Buyuk Britaniyada bo'lishi va oila qurish masalasida jiddiy niyatli bo'lishi shart. Xolajonlar, shu kabi ko'plab nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarga nomzod deb yozing. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 29 da, bo'ylari 174 cm, vaznlari 63 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan, farzandi yo'q. Ma'lumoti 2 nafar oliy ma'lumotga ega. Kasbi davlat tashkilotida ishlaydi. Manzili Toshkent shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 36-37 yosh atrofida. Oliy ma'lumotli, oilani qadrlaydigan, dunyoqarashi keng, niyati jiddiy bo'lgan erkak kutiladi. Ikkinchi ro'zg'or masalasi mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentdan kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 27 da,
bo'ylari 167 cm, vaznlari 50 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan, ma'lumoti o'rta, kasbi maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyachi, manzili Toshkent shahri Sergeli tumani. Kuyov uchun yosh chegarasi 28 dan 35 yoshgacha. Tarbiyali, ota-onasini hurmat qiladigan, o'z yo'lini topgan, ishi bor va oliy ma'lumotli yigit kutiladi. Agar viloyatlik bo'lsa ham Toshkentda yashashi muhim. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Moskvada yashovchi kuyovlikka jiddiy nomzod yigit. Yoshlari 27 da. Bo'ylari 172 cm, vaznlari 80 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati uylanmagan. Ma'lumoti oliy. Kasbi doimiy ish joyida ishlaydi. Manzili Moskva shahri, yashash va ish faoliyati ham shu yerda. Iymonli, oila qurish masalasida jiddiy niyatli yigit. Kelin uchun yosh chegarasi 22 dan 25 yoshgacha. Rus tilini yaxshi biladigan, oliy ma'lumotli, Rossiyada yashashga rozi bo'lgan, vazni 60 dan 65 kilogramgacha iymonli kelin izlanadi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshlari 24 da. Bo'ylari 163 cm, vaznlari 58 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmush qurmagan, qiz bola. Hozirda o'qiydi va ishlaydi. Ma'lumoti ta'lim olayotgan. Kasbi Chorsuv bozorida tilla savdosi bilan shug'ullanadi. Manzili Qorasuv hududi, 6-daha. Tarbiyali, zamonaviy fikrlaydigan, hayotga jiddiy qaraydigan, yaxshi inson bo'lishi istaladi. Batafsil ma'lumotlar murojaat vaqtida beriladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari bog'lansin. Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 29 da. Bo'ylari 158 cm, vaznlari 58 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan, farzandi yo'q. Ma'lumoti oliy. Kasbi kadrlar bo'limi mutaxassisi. XR sohasida faoliyat yuritadi. Manzili Toshkent shahri. Muhim eslatma: e'lon faqat toza toshkentliklar uchun. Bekorchi yoki viloyatdan bo'lganlar mos kelmaydi. Tanishuv masalasida faqat kattalar orqali gaplashiladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 36 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, oilaparvar, dunyoqarashi keng bo'lgan erkak kutiladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 38 da, bo'ylari 175 cm, vaznlari 68 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmush qurmagan. Ma'lumoti oliy, hozirda 3-kursda tahsil olmoqda. Kasbi buxgalter. Manzili Toshkent shahri, Yunusobod tumani. Kuyov uchun yosh chegarasi 34 dan 42 yoshgacha. Oliy ma'lumotli, bo'ydoq, mas'uliyatli, moddiy jihatdan ta'minlangan, dindor va tarbiyali, tashqi ko'rinishi yoqimli, sport gardali, bo'yi 175 cm dan baland, rus va ingliz tillarini bilsa ma'qul. Yevropacha dunyoqarashga ega, faqat Toshkentda yashaydigan, oila qurish niyati jiddiy bo'lgan erkak kutiladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Buxorodan kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 21 da. Bo'ylari 166 cm, vaznlari 52 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, kasbi o'qituvchi. Manzili Buxoro shahri. Muhim eslatma: tanishuv masalalarida faqat kattalar orqali gaplashiladi. Yigitlar o'zlari to'g'ridan-to'g'ri bezovta qilmasliklari so'raladi. Kuyov uchun yosh chegarasi 25 dan 30 yoshgacha. Oilali bo'lmagan, ayolining qadriga yetadigan, iymonli, oliy ma'lumotli yigit izlanadi. Agar yashash joyi Buxoro viloyatidan bo'lsa, yanada ma'qul. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. O'qigan qiz izlab yurgan xolajonlar, mana sizlarga Qarshidan kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz. Yoshlari 20 yoshda, bo'ylari 165 cm, vaznlari 47 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti tugallanmagan oliy, hozirda tahsil olmoqda. Manzili Qarshi shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 25 dan 30 yoshgacha. Niyati jiddiy, ichmaydigan, shaxsiy uyi va tayinli ishi bor. Faqat Qarshi shahridan bo'lgan nomzodlar kutiladi. O'yin yoki vaqtinchalik tanishuv niyatida murojaat qilmaslik so'raladi. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Xolajonlar, shu kabi ko'plab munosib nomzodlar bilan tanishishni istasangiz, izohlarga nomzod deb yozib qoldiring.
Toshkentlik kelinlikka jiddiy nomzod qiz. Yoshi 29 da, bo'yi 168 cm, vazni 58 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati turmushga chiqmagan qiz bola. Toshkent shahrida yashaydi. Ma'lumoti tugallanmagan, oliy, maqsadli, esxushli, yaxshi oilada tarbiya topgan. Allohni tanigan, pazandachilikni yoqtiradi. Zamonaviy bo'lsa-da, oila qadriyatlarini birinchi o'ringa qo'yadi. Baxtli va tinch oila qurish niyatida. Kuyov uchun yosh chegarasi 35 yoshgacha. Faqat toshkentlik, ish joyi tayin, mas'uliyatli, o'ziga ishongan, sport bilan shug'ullanadigan va jiddiy niyatli erkak kutiladi. Bekorchi yoki vaqtinchalik tanishuv izlaydiganlar bezovta qilmasin. Batafsil ma'lumotlar murojaat orqali beriladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin.